Biznesingiz bor-u, lekin haliyam Pi daftarini ishlatmayotgan bo'lsangiz, bu videoni siz albatta ko'rishingiz kerak. Sher, qo'yib yuboring. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar aziz do'stlar? Mana biz P daftar ilovasini ishlatib, men xususan o'zim 1,5 yildan beri ishlataman. Haqiqatan ham foydasini bildim, sezdim. 1,5 yil ichida katta o'zgarishlar bo'ldi. Hattoki bo'lib to'lashni ham yo'lga qo'ydim. Xudoga shukr, ishlarim hela yaxshi bo'ldi. Ali daftar tutib yozish ishlari hela yengillashdi. O'shanga sizlarga ham tavsiya qilaman. Sizlar ham shu Pi daftar ilovasini yuklab ishlatinglar. Juda ishlaringga foyda beradi. Xudo xolasa. Mayli, salomat bo'linglar.